Hech shu narsaga e'tibor berganmisiz? Smartfoningiz, aksiyalar jadvali, ko'zni qamashtiradigan xlopoya korobkasi bularni nima birlashtirib turadi? Siz bularni bir xil deb o'ylaysiz, lekin miyangiz uchun hammasi bir go'r. Bunga mukofotni kutish deyiladi. Sizga yoqadigan bloger bilan mashennikning o'rtasidagi yoki bo'lmasa hokim buva bilan ko'chani ushlagan odam orasida qanaqa farq bor? Bugun biza dunyo qanaqa qilib global qimorxonaga aylangani, blogerlar obunachilar ustidan qanaqa sopqa qilayotganini, ular buni orqasidan nimalarga erishish haqida gaplashamiz. Nimaga Rossiyada kazino o'yinlarini bekor qilishgan? Biza hozir Rossiya hukumatining kattakon aynan kim yoshlarni surbetlarcha aldayotgan mashenniklarga tankalik qilayotganini aniqlaymiz. Birgalikda boshqalarga o'rnak bo'ladigan bitta ish qilamiz. Shu industriyani ichkaridan o'zgartirishga harakat qilamiz. Sizlar bilan professor Moriarty boshladik. Icebergni uchidan boshlaymiz. Twitch yoki Kik, TikTok yoki Instagramni oching. Siz eng ko'p ko'radigan narsa kazino yoki sport o'yinlariga tikilgan stavkalarning reklamasi bo'ladi. Ilgari bunaqa ishlar bilan faqat piratskiy kino tarqatadiganlar, porno sayt yoki xalq tili bilan aytganda eng past sortli odamlar shug'ullanardi. Bugun churvoqalardan iborat auditoriyaga baqirib turib, slot aylantirish, streaming va video blogingchilar uchun odatiy holga aylangan. Bunday reklamasi yo'q blogerlar bir paytlar yashagan ajdarho yoki dinozavrga o'xshab qirilib ketgan bo'lsa kerak. O'zi nega bunaqa bo'lib ketdi? Javobni eshitib, ko'nglingiz aynishi aniq. Bu shunchaki matematika. O'zidan qolar gap yo'q. Reklama bozori auksionga o'xshaydi. Kim soqqasini to'lasa, ertalabgacha ashula ayttiradi. Xo'sh, o'zi kimlar reklama beradi? Naushnik ishlab chiqaradiganlar, dastavchiklar, ko'pincha VPN seriyasilar ham. Xo'sh, ular bitta klientdan qancha pul ko'tarishini bilasizmi? Deylik $10, $50, borana omadi kelsa 100 og'i bilan $100. Ular shundan kelib chiqib reklama uchun blogerlarga pul to'laydi, lekin kazinoni matematikasi sal boshqacharoq. Ularni mahsulotiga tovar deyilmaydi, ularni mahsulotiga qaramlik deyiladi. LTV, ya'ni Lifetime Value. Bu klient kompaniya mahsulotlaridan foydalanadigan bo'lsa, shu kungacha umumiy qancha soqqa olib kelishini ko'rsatadigan iqtisodiy ko'rsatkich. Aynan shu yerda juda katta sir yotibdi. Bitta ludaman hayotining narxi aynan undan kelib chiqib kazino reklama menejerlari hisob-kitob qilishadi va doim cheksiz raqamlarga intilishadi. Cheksizlik. Kazinoga qaram bo'lgan odam qo'lida $50 ko'tarib kelmaydi. U oldin oyligini, keyin yiqqan terganini, keyin kredit pullarini, oxirida bo'lsa sotiladigan mashinani pulini ham ko'tarib keladi. Pismiqlarcha kazino tuzog'iga tushirilgan ludaman platformaga 100 minglab dollar soqqa olib kelishi mumkin. Konkret qancha? 5 yillik masofa. Bu paytga kelib, oddiy o'yinchi problemali o'yinchiga aylangan bo'ladi. Rossiyada o'rtacha pul topish qo'shib chatib hisoblaganda nari berisi bilan 70 ming rubl. Optni ludaman esa qimorga topgan pulini 30-100% tikib yuboradi. Bunga yiqqan tergan pullarini ham qo'shamiz. Agar u bor bo'lsa, kamida 3-4 ta bank kartasi, maishiy kreditlar, tanish-bilishlar bergan qarz. Sohani tushunadigan tashkilotlar, anonim statistikalar shuni ko'rsatyaptiki, oxirgi 5 yil ichida rossiyalik o'rtacha ludaman 3 milliondan 7 million rublgacha pulni kazinoga tashlab ketyapti. Bu pulga qishloqda joylashgan, lekin hamma ham ololmaydigan kvartira beradi. 10 yillik masofa. Bu yog'i endi yana ham og'ir karvon. Sotilgan mashinalar, garovga qo'yilgan uy-joy, ota-ona, xotin va bola-chaqani pullari. Kredit olish juda ham oson bo'lgan g'arbda raqamlar bundan-da dahshatliroq. AQShda uchiga chiqqan qimorboz 10 yil ichida 250 mingdan $500 million pul yutkazishi mumkin. Rossiyada bo'lsa, xuddi shunaqa vaqt ichida 15-20 million rubl qulog'ini ushlab ketadi. Lekin foydani hammasi ham kazino cho'ntagiga ketmaydi. Jonajon blogerimiz prosta tak oylik, suyunchi puli yoki kazino o'ynashga tekin baland sotgani yo'q.
Bu sizni har bir yutqazgan pullaringizdan eng kamida 50% dan ko'proq foyda olyapti. Ya'ni blogerlar shunchaki dollarga kirib olishmagan, naborot ular shu ishni tepasiga joylashib o'tirib olishgan. Kazinoni bunga aloqasi yo'q. Timsoh terisidan tikilgan kurtkalar, Bugatti, odamlar ko'rsin deb olingan jimjimardor narsalar hammasiga kazinoni cho'ntagidan emas, obunachilarning cho'ntagidan to'langan. Bunaqa biznes modeli ularni biz hech kimni kazino o'ynashga chaqirmayapmiz degan kulguli bahonalari yo'qqa chiqarib yuboradi. O'smirlarga havodan pul qilishni taklif qiladigan, ko'zni qamashtiradigan bannerlar, eng qizig'i jonajon blogerlar qilgan ishlarini qilib ko'rishi, ularga o'xshashga harakat qilish, qimorga da'vat qilish hisoblanmasmish. Ya da'vat qilmayapman degan manipulyatsion gaplar bo'lmagan gap. Kazino yomon narsa deb qo'yib, orqasidan sirazu vahimali reaksiyalarni ko'rsatish, jonli efirda hissiyotlar bilan o'ynashadigan emotsional kachelya qilish, video opisaniya silkasiga bezbetlarcha namyoq qilish, iltimos ro'yxatdan o'tinglar deb to'g'ridan to'g'ri yalinishdan ko'ra ancha udobni. Endi o'yinga oynali neyronlar qo'shiladi. Streamer katta yutuqni urgandan xursand bo'lib baqirayotganini ko'rganingizda, sizni oynali neyronlaringiz aktivlashadi. Miyangiz qanaqadir soniyalar ichida ularni yutuqlari bilan o'zingiz yutuqlaringiz orasidagi farqni ko'rmaydi. Siz 1 so'm ham to'lamasdan turib, dopaminni kichkina dozada qabul qilasiz. Bu narkotikni tekin probnik versiyasi. Streamer qanchalik tomi ketganda baqir-chaqir qilsa, miyangiz real hayotda xuddi shunaqa baqir-chaqir qilishni xohlab qoladi. Bunga ko'r-ko'rona taqlid qilish deyishadi. Slot o'ynash sizga yoqmaydi, chunki stoldagi rasmlar vahshiy zerikarli. Siz blogerlarga o'xshamoqchisiz. Yengil pul topish, uni xohlagan joyga ishlatish, xuddiki ularda adrenalin xohlayapsiz. Streamer sizga qimor sotayotgani yo'q. U sizga million pulni prosta takishlatib orqasidan ko'rmadim deb qo'ya qoladigan alfa erkak hayot tarzini sotyapti. 200lamachi bloger o'rtoqlar o'ynamanglar degan gaplari mashhur psixologik tryuk bo'lib, teskari psixologiya yoki taqiqlangan meva effekti deyiladigan hiyladir. Ustiga 1 million rubllik kurtka kiyib olgan odam sizga "Mendaqa ish qilmaylar" deb tursa, miyangiz buni umuman boshqacha eshitadi. "Men tanlamaganman. Men buni qila olmayman. Sen bu sen lapashingsan, eplolmaysan." Bunaqa gaplardan keyin o'smir bola nima qiladi? U lapashangmasligini isbotlashga tushadi. Katta boladek bo'lishni ko'rsatish uchun boradi yoki "Men doim aytardim-ku, kazino yomon" deydigan blogerga o'xshab. 2026-yilda kazino yomon deb aytish cheleylab yog'ayotgan yomg'irdagiga turib olib, baland ovozda "Suv xol ekan, osmonda rangi kulrang" degan bilan barobar. Bu bir tinga qimmat hamma biladigan gapni qaytarish xolos. Lekin nimaga bu ishni qilib yorishadi? Bu indulgensiya. Bu gaplarni gapirgandan keyin bloger atrofdagi odamlarning ko'ziga do'ppi va soqolli hoji aka bo'lib ko'rinadi. Xuddi u sizga "Hoji aka, men siz tomondaman. Men biroz ogohlantirgandim. O'zim yaxshi odamman. Sizga yomonlik tilamayman" degandek bo'ladi. Bu gaplar uni basharasini aqlliroq, yanada halolroq, eng yomoni yanada hoji akaroq qilib ko'rsatadi. Psixologiyada shunaqa effekt bor. Biz xatolarni, kamchiliklarni tan oladigan odamlarga oson ishonamiz. Streamerlar "Kazino yomon narsa" degan sari sizdagi tanqidiy fikrlash taqqa to'xtaydi. Siz o'ylaysiz, bu aka rostmana hoji aka ekan-u, aldamasdan o'zini minuslarini tan olyaptimi? Demak, yutuqlarini ko'rsatayotganda ham aldamaydi. Buni quloqga lag'mon ilish deyiladi. Streamer uyingizni yoqib yuboradi-de, keyin kelib sizga hamdardlik bildiradi. "Olov shunaqa-de, salga yonib ketadi" deb ko'nglingizni ko'taradi. U siz uchun kuyib pishayotgani yo'q. Problemalardan, hayotlardan o'zini istirahobga qilyapti. U sizni ogohlantirdimi? Demak, u toza. Haqiqat shuki, ogohlantirishdan keyin ham luksoriy hayotini ko'z-ko'z qilib, tomoq yirtadigan baqir-chaqirlar bilan to'la yangi shousini boshlaydi. Blogerning logikasi bo'yicha bu oddiy kontent.
Ko'ryapsizmi? Streamer faqat yutib olganida eng tuppoy tomoshabinam bu yoqda nimadir neto deb qitlangan bo'lardi. Miyez ham "Вообще dahshat uchchoqda nimadir bor" deb gapirib yoradi. Lekin bloger aktyorlardek o'zini qiynab ketma-ket 10 ta depozitni yutqizib beradi. Sochini yulib dodlaydi, orqasidan bats bitta katta zanos bilan hamma minuslarni yopadi. Plyusga chiqadi. Ayni shu yerda sizni aql va farosatingiz lashlishlarini yig'ib boshi oqqan tomonga qarab jo'naydi. Psixologlar esa bu holatni o'zgaruvchan rag'batlantirish deyshadi. Bilsiz agar 100% yutqazishingizni bilib turib bu o'yinni umuman o'ynamasdingiz, lekin ancha vaqt yutmay turib keyin birdaniga yutish kayfini ko'rganingizda bu shunaqa kuchlarni quliga aylantirib qo'yadi. Streamer ekraningizda yutqizyaptimi? Demak, u yutganlarini qonuniylashtiryapti. Uni haqiqiydek ko'rsatyapti. Siz bo'lsa Hoji akam boshida menga o'xshab qiynalgan, lekin baribir yetishdilar. Demak, men ham yetishaman deb o'ylaysiz. Kazinodagi yutuqlar qaramlik keltirib chiqaradi deyshadi, lekin unaqa emas. Uchiga chiqqan qimorbozning qaramligi yutqazishidan bo'ladi. Yutqazganda dopamin to'lib toshayotganini his qilasiz. To'g'ri, bu yoqimli, lekin tez o'tib ketadi. Aksincha, yutqazayotgan paytingizda bo'lsa, miyangiz boshqa narsalar bilan to'lib toshadi. Birinchisi, kortizol tuzog'i. Pulni yutqazgan paytingizda stress gormoni bo'lgan kortizol qoningizga otilib chiqadi. Organizm buni hayot-mamot jangi shekillik deb qabul qiladi. Yurak urishi tezlashadi, his-tuyg'ularingiz to'lib toshadi. Xuddi shu momentda o'zingizni oldingidan ham yaxshiroq his qilasiz. Hayot doim ish, uy, zerikarli kunlar va omadsizlikdan iborat bo'lgan odam uchun kortizol bergan bu shapaloq eng katta stimul. Ko'pni ko'rgan qimorbozlar kazinoga kayf uchun emas, ana shunaqangi ana oldi, mana qo'ydi degan emotsiyalar uchun boradi, chunki u stressga o'tirib qolgan. Ikkinchi, deyarli g'alaba effekti. Bu stol dizaynidagi yangi iflos yolg'on. Baraban jackpotga 1 millimetr qolganda to'xtaydi. Logitskiy qarasa, siz yutuqdasiz, pulga uxladingiz. Lekin neyrobiologik tomondan miyangiz buni yutdik deb hisoblaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, yutishga ozgina qolganda miya xuddi rostmana yutgandek juda ham ko'p dopamin ajratib chiqaradi. To'g'ri, siz pul yutmadingiz, lekin neyrokimyoviy tomondan ulushingni oldingiz. Aynan shu narsa sizni knopkani qayta bosishga majbur qiladi. Boya sal qolganda-ya, ikkinchi safar jackpotni yutamiz deb o'ylaydi. Bu sizni kuldirib bor yo'q pulingizni qoqib olishni eng ideal usuli. Uchinchi, yengillik ortidan quvish. Yutqizganingizdan keyin kortizol darajasi cho'qqiga chiqqanda miyangiz unga qarshi antidot qidirishni boshlaydi. Qimorbozni joniga oro kiradigan dori bu yangi stavka. Endi siz boyib ketish uchun o'ynamaysiz. Endi siz o'zingiz yaratgan stress orqasidan ketayotgan dahshatli azoblarni to'xtatish uchun o'ynaysiz. Oxiri yo'q aylana ichida yuraverasiz. Yutqizdingiz, stress, stavka, umid qilyapsiz, yana yutqizdingiz va yana battar stress. Qani ro'yxatdan o't, da'vati himoyaviy to'siq paydo qiladi. Menga nimadir o'tkazmoqchi deb o'ylaysiz. Streamer hissiyotlar bilan o'ynaydi. Har xil yo'llar bilan bu to'siqlarni aylanib o'tadi. Qimor o'ynab ko'raman degan qarorni nima mustaqil qabul qildim deb o'ylaysizmi? Shunchaki kayf safo qilyapman deysiz. Realni qaraganda translyatsiya ochmasizdan oldin yurish-turishingizni ssenariysini marketologlar ipidan ignasigacha yozib bo'lishgan. Aqllini yo'qolgan tanqidiy fikrlaydigan tomoshabinlar esa ayni shu payt kommentariyada butun nafratini menga sochib bo'lsa kerak. Ularni topib olgan gapi bitta. Ey Mariarti, qora bozor egasi shuni orqasidan o'ylab boqadi. Podpischiklarini ko'paytirish uchun kanal ochib olgan bariga. Bu gaplar ko'proq odamlarni zaharlashga yordam beradi. To'g'ri,
Agar mani videolarim marmar stol ustidagi oltin patnasa turgan narkotikni burnimga tortishim, keyin esa kayfga berilib, o'chib rohatlanayotganimni ko'rsatish bilan boshlanganda edi, bu logika o'zini 100% oqlagan bo'lardi. Agar men narkotikni orqasidan sotib olgan Lamborghinilarimni ko'z-ko'z qilib, qanchalik boyligim, omadli yigitligim bular menga farzand tarbiyasida millionlarni ishlab topishimga xalaqit qilmayotgani yetganimda edi. Manam kazino stimerlariga o'xshab, bu shunchaki hobbi, vaqt o'tkazish degan bo'lardim. Lekin siz umuman mazasini ham tatib ko'rmang. Narkotik bu o'lim deb qo'yardim-u. Shu payt ekrani bir chekkasida birinchi depozit uchun 5 ta narkotik degan reklama ko'rinib turardi. Ba'zi bir aqldan ozganlar yaqinlaridan, o'zidan, keyin erkinligidan, hattoki hayotidan ayrilgan haqida eshitib turib, narkotik sotib olgisi kelgandir. Bloger vahimali xonada g'alati muzika fonida gapirgan bo'lsa, kuldirmasizchi. Davlatimizda va o'zi dunyoda narkomanlar ko'payishi uchun maskasi ham, sirli fayllar ham yo'q san'atkorlar, reperlar, blogerlar rosa ter to'kib ishlayapti. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Qora maskali odam yomon. Kommentariyasiga link qo'yib sizga sovg'a berayotgan odam esa hajaka. Nega men bunaqa deyapman? O'zimni yomon ko'rsatib, ularni fonida yaxshi ko'rinish uchunmi? Qo'ysizchi. Men shunchaki sizni buzilgan, yuvilgan fikrlaringizga qarata aytyapman. Siz o'yin qoidalarini o'zingiz yozmagan poyezd vagonidasiz. Men shunchaki qafasdan tashqariga qarab ko'ring deyapman. Ozgina bo'lsa ham, kallingiz bo'lsa, qaytadan boshlashni o'ylab ko'rasiz. Biz esa davom etamiz. Hozirgi kunda kazinolar ko'ngilochar biznes emas. Bu 3 ta 4 ta ochko'z odamlar uchun insonlar taqdirini boylik tuzog'iga aylantiradigan sanoat. Lekin biz buni tuzatamiz. Oxirigacha ko'rib turing. Ularni ba'zilari videoda aytib o'tilgan ayyorona manipulyatsiyani qilib ko'rishlari shart emas. Shunchaki kazinoni soqqa qilishni yo'li deb etish va auditoriyani bu qirilib ketgur yolg'onga da'vat qilish uchun yetarli. Ommalashib, memga aylangan bu gaplar ko'pincha nelegalni kazinolar uchun eng uchadigan surbet reklama hisoblanadi. Tabiiyki, hozirgacha buni orqasidan hech kim qamalmadi. Bloger Asqab Tomayev. Raketa mashhur o'yin formati. Crash o'z taqdirimni o'zim yozaman deydiganlar uchun chuqur qazib qo'yilgan tuzoq. Ma'nosi ahmoqona darajada oddiy. To'g'risida grafik turibdi. Raketa, samolyot yoki shunchaki uchayotgan qiyshiq chiziq. U bilan birga ko'payuvchi koeffitsient ham o'sadi. Siz tikkan pullar har sekundda 10 baravargacha ko'payadi. Qilishingiz kerak bo'lgan ish raketa portlaguncha knopkani bosish, pullarni olib qolish. Xuddi hammasi halol, hammasi o'z qo'lingizda. Qachon to'xtatishni ham o'zingiz hal qilasiz. Lekin aynan shu yerda eng iflos psixologik yolg'on berkitib yotibdi. Bu o'yin faqat ochko'zlikni emas, sizdagi qo'rquvni ham ishlatib yuboradi. Ikki xil qo'rquv. Birinchisi, agar raketa hozir portlaydigan bo'lsa, hammasiga uxladi. Ikkinchisi, sizni yeb tamom qiladigan, foydadan quruq qolaman degan qo'rquv, ya'ni FOMO. Siz pullarni 2 koeffitsiyentda olasiz, raketa 100 ga uchib chiqadi. Siz bo'lsangiz ekran oldida dunyodagi eng katta ahmoqona odamdek o'tiraverasiz. Endi tasavvur qilib ko'ring. Ko'rinishidan kachoq, polvondek, millionlab obunachisi bo'lgan yosh yigitlarga prosta tak avtoritet emas, rostmana kumir bo'lgan kavkazlik bloger hali oq-qorani uncha tushunmaydigan bolalarga raketani qanday qilib aldash mumkinligini o'rgatadi. O'zi ham buni sinab ko'rgan. Shuning uchun Rolls-Royce, Lamborghini haydab yurganini ko'rsatadi. Bunaqa odamni jazosizlikni va odamlarni silliqqina aldashni ko'rib, uchiga chiqqan firibgarlar ham hasad qilib qoladi. Masalan, Melstroy, sog'lom, normalniy yigit. Sodda qilib aytganda o'sha mashhur alfa erkak. Mashhurlik bor, pul bor, bitta qarashda erkakcha qoidalarga amal qiladigandek ko'rinadi. U kazinoni ochiqchasiga pul topish yo'li deb reklama qiladi. Bu xuddi Kendall Jenner o'zini obunachilariga yoshligim va go'zalligim siri kokain deb reklama qilganga o'xshaydi.
Yomon ham olib qochasan-da, dvorgis keladi. Qimor o'yinlari ham kokainga o'xshab noqonuniy. Kazino sizni bor pulingizni, hatto qarz havolangizni ham shilib oladi. O'ziga yomon qaram qilib qo'yadi. Narkotik bo'lsa, ham chiroyingizni, ham sog'lig'ingizni tortib oladi. Bu ham o'ziga yomon qaram qilib qo'yadi. Pul topish uchun qimorni reklama qilish ham mantiqan, ham odob axloq tomonidan, ham qonuniy tomondan chiroy va sog'liqni yaxshilash niyatida narkotikni reklama qilish bilan barobar. Otasi tirikchilik bilan band, maktabda haqiqiy erkak bo'lish o'rgatilmaydigan qishloqlarda yoshlar uchun Tamayevdagi personajlar surrogat otaga, ya'ni o'sha mashhur alfa erkakka aylanadi. Sog'lom, kuchli, shartta gapiradigan va boy. U qishloqdagi har bir yigit orzu qiladigan hamma narsaga erishgan. U doim "Brat, men sistemani tilini topdim, raketani aldadim. Kirginda sanam pul yutgun" deganda, yoshlarni tanqidiy fikrlashib prosta o'chib qolmaydi. Nabarot, ular o'zini o'ldirishgacha boradi. Nimaga? Chunki bunaqa avtoritetli hoji akalar o'zinikilarni aldamaydi deb o'ylashadi. Bu yoshlar. O'zi yosh yigitning miyasida nimalar sodir bo'ladi? 25 yoshgacha bo'lgan yigit miyasida prefrontal qobig'i, ya'ni hissiyotlarni qo'lga olishga, risklarni baholashga javob beradigan qismi hali beta test rejimida bo'ladi. To'liq rivojlanmagan, dopamin va odamlar maqtashini juda ham xohlaydigan limbik sistema naborot bor yo'q kuchi bilan ishlaydi. Jonajon blogeringiz qanaqadir ulug' qilish sxemasini ko'rsatganda, u yoshlarning miyasini zo'rlayotgan bo'ladi. O'qib odam bo'larmiding? Halol mehnat qilish, lo'xlanishi. Rost mana mujiklar kazino knopkasini joyida bosayotgan mujiklar degan fikrni qo'yadi. Biz hozir ma'naviyatimiz, milliy qadriyatlarimiz, yoshlarni himoya qilish kerak degan gap so'zlar orasida yashayapmiz. Lekin qanaqa qilib shuncha ishdan keyin bu yigit ne tolka ochuvda yuribdi? U shunchaki Moskva, Grozniy sentrida mazza qilib Bugatti haydayapti. Ashabda Kiprga Melistroyda qo'shni bo'lib yashashni ham hojat qolmadi. Bitta narsa aniq, kalavani uchi hokimiyat tepasida o'tirganlarga ashabni burnidan ip o'tkazib ushab turgan, odam qonidan pirog tayyorlayotgan kattakonlarga borib taqaladi. Keling, ochuvchasiga gaplashamiz. Hammasi nuqta virgulgacha kontrol qilinadigan sistemada bunaqa bemalolgarchilik tepani ruxsatsiz, kattakonlarni duolarisiz bo'lmaydi. Tamayev marketing yulduzi emas. U magazindagi vitrinada ish boshi tushayotgan foydani jimgina kabinetda o'tirib sanayotgan payt, Tamayev butun risklarni, odamlar qarg'ishini o'ziga oladigan bitta qo'g'irchoq. Keling yana ham chuqurroq qo'ylaymiz. Endi gap pul haqida emas, gap ancha jiddiyroq narsa. Qonun degan tushunchani o'lgan haqida ketyapti. Qonun bunaqa personajlarni quvvatgan ishi biznes emas. Bu davlatning obro'sini atayin sharmanda qilish. Qachonki sistemani qul milliy qadriyatlar, oila himoyasi, ma'naviyat haqida gapirsa-yu, lekin nargi tomon bittasi obunachilar oldida chiqib olib, qonunni yer bilan bitta qilishiga indamasa, o'z-o'ziga go'r qaziyotgan bo'ladi. Bu chirigan tizim dod solib baqirishiga o'xshaydi. Buni jamiyatga qanaqa ta'siri bor? Huquqiy nigilizm. Bu qonunga nisbatan nafrat paydo qiladi. Bir og'iz gap uchun jazolaydigan, lekin yosh avlodning kelajagini yo'q qilayotganlarni mukofotlaydigan tizimga nimaga ishonishimiz kerak? Ikki xil standartli hokimiyat davlat hurmatini yo'q qiladi. Davlat quruq va soxta ko'rinadi. Bu yog'iga endi adolat hakam bo'la olmaydi, chunki uya jinoyatga sherik. Tamayevni ko'rgan yoshlar, qonun hamma uchun barobar ishlamas ekan, kaltay doim kambag'alni boshla sinarkan deb o'ylaydi. Qonun hamma uchun barobar emas. Bu omadsizlar uchun yaratilgan filtr. Agar yetarlicha boy bo'lsang, kimlar bilandir do'liyada bo'lsang, tanlangan odamlar klubiga kirsang, ishon, odob axloq va qonun degan narsa bo'sh turgan qopga aylanadi. Eng yomoni, bu ishlar bekchiqcha emas, ochuvchasiga
butun Rossiyani ko'z oldida qilinyapti. Bunaqa payt kallasi ishlaydigan odamni miyasi qisqa tutashuv bo'ladi. Siz internet yozilgan kommentariy uchun kimnidir uzoq yilga qamayapsiz. O'zini fikrini aytgan odamlarni dushman deb e'lon qilyapsiz. Artistlarni kimlar bilandir o'tirgani uchun zapretga tiqib, ma'naviyatimizni himoya qilyapmiz deyapsiz. Bunaqa 200lamachi qarorlar chiqarar ekansiz. Ma'naviyat va tarbiyani himoya qilish yana ham qiyinlashadi. Natijada ashaddiy retsidivistlarni, rostmana dushmanlarni jazolashiga ham odamlar shubha bilan qaraydi. Odamlar to'p-to'p bo'lib, chet ellik agentlarini aldamchi g'oyalariga, soddaroq aytganda, g'arb propagandasiga ergashib ketadi. Ideal kazino qanaqa qilib yaratiladi? Moriarti o'rgatadi. Koinotda ma'naviyatni vahshiy qizig'i yo'q. Unga yaxshilik va yomonlik degan tushuncha begona. Faqat fizika, mexanika va kuch ishlatish vektori bor. Tamom. Oddiy po'lat bo'lagini oling, uni o'tkirlab, ko'chadagi bezorni qo'liga bersiz, u janjal va tartibsizlik quroliga aylanadi. Neyroxirurgning qo'lida o'simtani aniqlik bilan kesib, hayotingizni saqlab qoladigan asbob bo'ladi. Po'latda axloq degan narsa yo'q. Unga nimaga ishlatilayotgani qiziq emas. Eng muhimi shuki, uni dastagidan kim ushlab turibdi va u nimaga ishlatilmoqchi. Odamlar mas'uliyatni sharoitga yoki qo'lidagi qurolga to'nkab yorishni yaxshi ko'radi. Bilasizmi, ular doim inson tabiatdan tavakkalchilikka intilishi, unga esa dopamin kerakligini shaytoniy ishlarga o'xshatishadi. Real muammo shundaki, qimor o'yinlari biznesi jamiyatga hech qanaqa foyda olib kelmaydi. U qon aylanish sistemasida bo'lgan iqtisodiyotdan pul ushiladi. Orqasidan faqat kuygan yer, rasvo bo'lgan taqdirlar, kreditlar va depressiya qoladi. Hukumat buni bloklab, zapret qo'yib kurashmoqchi bo'ladi, lekin bu fizika qonunlariga ham to'g'ri kelmaydi. Tortishish qonunini to'xtata olmaysiz. Odam bolasini tavakkalchilikka bo'lgan tug'ma ehtiyojini yo'q qila olmaysiz. Zapretlar va ma'naviyatbozlik taktikasi kirib bo'ldi. Siz bu katta soqqa aylanadigan moliyaviy oqimni to'xtata olmaysiz. Buni intellektual tomondan bitta zo'r yechimi bor. Siz bu sohani ichiga kirishingiz, jamiyatni vayron qilishni o'ylab topilgan algoritmlarni qo'lga olishingiz, kazino charxpaligini butunlay teskari tomonga aylantirishingiz kerak. Bizda millionlab odamlar hech ham kanda qilmasdan milliard, trillion pullarini suvga oqizib yuboradigan bozor bor. Xo'sh, buni to'g'ri yo'lga burishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Birinchisi, sen faqat o'zingni o'lchay oladigan narsaga ta'sir o'tkaza olasan. Lekin daromadlar deklaratsiyasini hech qayerda e'lon qilmaydigan qora va kulrang bozorlar qanaqa qilib o'lchaymiz? Buning uchun sen shu sanoatni qo'ynida bo'lishing kerak. Mening doimiy ishim pul oldi-berdi bilan bo'lgani, Darknetda aloqam borligi sababli men uchun bu tanish yo'l. Doim qilib yurgan ishim. Soft bo'lsa bo'ldi, qolgan instruksiya tayyor. Kazinolarning to'lov tizimi bilan fayl almashish serverlari bitta. Shuning uchun moliyaviy tahlil kerak. Hamma instrumentlar shundoqqina qo'limizda. Ikkinchisi, biz yaxshi tomonga burish degani nimani anglatishini aniqlashtirib olishimiz kerak. Shunchaki bo'sh bayo odamlarning pulini tortib olish, muhtojlarga berib yuborish bu samarasiz. Tajribamdan bilamanki, oxirgi paytlarda juda ham ko'p startaplarga milliardlab rubl tarqatdim, lekin ularni bir ikkitasi o'zini oqladi. Yuzlab muhtojlar bilan talabgorlar o'rtasida bitta ikkita arzigulik odam topiladi. Qolganlar osmondan tushgan tekin pulni ko'rib bosar so'rin bilmay qolishadiki, oxirgi bu yo'l ularni hayotini butunlayga rasvo qilib yuborishi mumkin. Buni ko'rib, yordam bermasam bo'larkan deb o'ylab qoladi odam. Muhtojlarga ehson qilish, ilm-fan, tibbiyotga investitsiya
investitsiya kiritish shundoq ham bo'lyapti. Bu yengil emas. Men bitta notebook bilan berkinib o'tirgan joyimda narko biznesning bir qismini shundoq ehsonlarga sezdirmay ulab qo'yganman. Ana talant. Bu tizimni shunaqangi zanjirga solish kerakki, jamiyatga foyda keltiradigan parraklar o'zini o'zi aylantirib yotsin. SVD dehqonchasiga qilingan uchun o'xshamadi. Keyingi safar sal nozikroq yondoshib ko'ramiz. Buni yana alohida gaplashamiz. Keling, bunga qanaqa berish mumkinligini birgalikda o'ylab ko'ramiz. O'sha parrilarni qanaqa qilib aylantirish mumkin? Ikkita tizimni shakllantirish kerak. Birinchisi, odamlarni odob axloqni rag'batlantiradi. Ikkinchisi, to'g'ri yo'lda ketayotganlarni resurs bilan ta'minlaydi. O'yin ideyasiga ko'ra, qoidalarni o'zi to'g'ri ko'ra olish kerak. Shu etapni o'zida guruch kurmaydan ajraladi. Kasbdoshlarim aytganidek, musor yo'qolib resurs qoladi. Elekdan o'tganlar qolib, sinovlarni yengib yo'lda davom etishadi. Men vazifani sal yengillashtiraman. O'yin qoidalarini cho'zmasdan aytib beraman. Topayotgandan kamroq xarajat qil. Qancha topayotgan bo'lishingdan qat'iy nazar, ko'rpachan tagiga doim pul tashlab qo'y. Iloji boricha shu pullarni foizini ko'paytirish payida bo'lgin. Seni tezliging aynan shu narsalar bilan o'lchanadi. Boshlanishiga 20% yetadi. 10%ni muhtojligi uchun o'zi aybdor bo'lmagan insonlarga ehson qilib ber. Eng osoni bolalarga yordam ber. Bu juda ham muhim. Unutma, sen umumiy bitta ong vakilisan va seni qilayotgan ishlaring, hayoting shu katta organizm uchun foyda keltirishi kerak. Orttirgan pullaringni investitsiya qil. Tajribang kam bo'lsa, risk kam bo'lgan narsalarga pulingni tikishni o'rgan. Masalan, shaxsiy rivojlanishga, ko'chmas mulkka, yer, uy va savdo ofislarga investitsiya qil. Bu etapda sana asosiy vazifang shunaqangi kapital yig'ishing kerakki, topganing uzoq vaqtga yetishi, sen bo'lsang ishlamasliging kerak. Yig'ib qo'yganingni hali tikmadingmi? Kredit sani dushmaning. Yaxshisi kredit olma. Agar topganing ro'zg'ordan ortsa, 20%ni riskovinli ishlarga, biznes, aksiyalar va kriptolarga tikib qo'y. Bu etapda bitta narsani tushunib ol. Agar sen kazino ummoniga tikish uchun kredit olgan bo'lsang, juda ham katta xato qilibsan. Men bo'lsam, sen yo'ldan uribman. Yo'ldan urish, so'zma-so'z aytganda sinab ko'rish degani. Siz havodan pul topaman deb o'zingizga o'zingiz zulm qilgansiz. Shuning uchun sizni qimorbozlardan farqingiz yo'q. To sizni fikrlashingiz o'zgarmas ekan, atrofdagi hamma narsa sizni sinovdan o'tkazaveradi. Ne tolka Kumiris, Moriarty, balki atrofdagi hamma. Ming afsuski, ichki o'zgarishlar faqat azob-uqubatdan keyin bo'ladi. Shu paytgacha kazino monada ulushlarini ushlab qolganlar, hissiyotini jilovlab pul tikmaganlar, oxirgi puliga kredit olmaganlar grafik tepaga pastga o'ynashini yaxshi tushunib olishdi. Men instrument yaratdim. 1 milliard dollar kapitalga chiqaman deb e'lon qildim. 1 milliard kapitalizatsiya. Birinchi urinishimizni haybga uchradi. Energiyamiz yetmadi. Taslim bo'lish orqaga qaytish mumkin, lekin davom etish ham mumkin. Men davom etishni tanladim. O'sha payt maqsadga erishishim foizi, ishonasizmi, 21.7 ni ko'rsatdi. Ya'ni 217 million dollar kapitalizatsiya. Keyin pasayish bo'ldi. Yashab o'tgan umrimni biror daqiqasida men auditoriyamni aldamaganman. Pullarni bozor ichida boshqatdan taqsimlab oldik. Kurs hozir eng past nuqtagacha tushdi. Endi men oldin sotilgan hamma narsamni qaytadan sotib olishim, ikkinchi marta yana urinib ko'rishim mumkin. Endi ancha pishiqroq bo'laman. Bu gaplardan asosiy maqsad ham shu o'zi. Bunaqa vayronakor oqimni ushlab qolishim, uni jamiyatga foydali resurs qilishim uchun menga, bilasizmi, Morvin modeli kerak bo'ladi. Bu algoritmlarning realizatsiyasi uchun ikkita muhim bazaviy narsa kerak. Birinchisi, bozorda erkin muomalaga chiqarilgan shaxsiy aktivlar, token yoki qimmatli qog'ozlar. Ikkinchisi, kazino. Morvin degan shaxsiy kazino ustida to'liq kontrol o'rnatish. Ishlash mexanikasi.
Biz shaffof PR strategiyasi bilan kazino ishga tushiramiz va uni rasman e'lon qilamiz. Yutqazilgan pullar kazino egasini foydasiga emas, operatsion daromadlarning katta qismini aktivlarni sotib olishga, ya'ni birjadan qayta sotib olishga tikamiz. Shunaqa qilib bozorda trend yaratamiz. Impulsiv odamlar kapitalini uzoq reja bilan harakat qilayotgan odamlarga taqsimlaymiz. Bu havoga uchib ketayotgan pullarni aktiv kapitalizatsiyasini qo'llaydigan instrumentga aylantiradi. Boshqaruv infratuzilmasi ortiqcha foydadan taqsimlash uchun LVDga o'xshagan xayriya jamg'armasiga o'tkaziladi. Mashhur Jentelmenlar Ligasi. Fond rahbarligi sistema mafkurasiga sadoqatli odamlarga beriladi. Resurslar ikkita yo'nalishda taqsimlanadi. Birinchisi, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar. Pullarni maksimal foydali sotsial sohalarga tikish, texnologiya, fundamental fanlar, tibbiyot va yana ludamonlarni davolaydigan gumanistik reabilitatsiya markazlariga. Ikkinchisi, kontrpropaganda. Qimor o'yinlarini obro'sini yer bilan bitta qiladigan medialarga. Ludamanlar hikoyasi, reabilitatsiya markazlaridan kontentlar, kazino olamidagi Moriarty personaji. Bu yo'lda antikumir obraz yaratiladi. Kazino streamerlar ishlayotgan psixologik triggerlardan foydalanamiz, lekin maqsad odamlarni bu ishdan qaytarish bo'ladi. Uchinchisi, bozor strategiyasi. Sistemani stabil ushlab turish uchun monopoliya kerak. Hozirgi bozor liderlarini siqib chiqarish uchun agressiv reklama strategiyasini qo'llaymiz. Bozor effekt bermaydigan, bor yo'g'isini shilib oladigan o'rtakashlardan tozalanish kerak. Oxirida biz o'z-o'zimizni ta'minlaydigan zanjirga ega chiqamiz va u bizga quyidagi narsalarni olib keladi. Qimorbozlar sonini keskin kamaytiradi. Tizim ichiga o'rnatilgan kontrpropaganda evaziga oson pul topish niyatidagi o'yinchilar soni kamayadi. Bunyodkorlikka xizmat qiladigan muqobil variantlar yaratiladi. Qimorboz o'zi bilmagan holda de facto investorga aylanadi. Uni yutqazgan pullarini bunyodkor jamiyat o'z qo'lida ushlab turadi. Yutqazilgan pullar muhim sotsial loyihalarni, tibbiyot, ilm-fan va ta'limni pul bilan ta'minlaydi. Resurslarni qayta tiklanishi, chet el afshorlariga blogerlarni dabdabali hayotga sovurilgan hayotiy va moliyaviy resurslar jamiyatga investitsiyalar ko'rinishida qaytariladi. Ludomaniya kazinosi hamma yoqda bor. Bolangizni telefoniga bitta qarab qo'ying. Brawl Stars, Roblox, Genshin, Impact, FIFA Mobile. Ular nima o'ynashyapti? 80% vaqtlarini avtomat otib yugurib o'tkazayotgani yo'q. Ular keslarni, sandiqlarni, futbolchilar solingan paketlarni ochishyapti. Mobil o'yin yaratuvchilari dunyodagi eng zo'r behavioristlarni 3+ reytingi bor o'yinlarga kazino mexanikasini olib kirish uchun yo'llashgan. Chaqnashlar, fanfarovozlar, nafas yutilishi nima tushadi? Afsonaviy jangchimi, foydasi yo'q axlatmi? Klassik skener qutisi. Bolani yoshlikdan o'zgaruvchan rag'batlantirishga o'rgatishyapti. Bu o'yin bilan kattalar kazinosi o'rtasidagi farq, bolalar o'yinida pullarni yechish knopkasi yo'q. Kirish so'm, chiqish 0. Bular o'yin emas, bolada dopamin qaramligini shakllantiradigan trenajyorlar. Bu grooming, ya'ni mijozni kelajagi oldindan tayyorlanishi. 18 ga kirganida bolaning miyasida stavkalar uchun neyron yo'llar qurib bo'lingan bo'ladi. Unboxing tradingiga bitta qarang. Kattalar blind box qutularini, labubu o'yinchoqlarini, kartochkalarini, pop mart figuralarini sotib olishyapti. Maqsad nima? Siz yopiq qutini sotib olasiz. Chiqish ehtimoli 1 ga 144 bo'lgan maxfiy noyob figurani xohlayapsiz. Siz tan narxi $3 turadigan vinil o'yinchoq uchun emas, qutini ochayotgandagi 1 sekundlik kutish uchun pul to'layapsiz. Bu qoyil maqom. Lootbox o'yinidagi mexanikani real hayotga ko'chirishdi. Ular odamlarning hafsalasini pir bo'lishidan soqqa qilishyapti. Ichidan oddiy narsa chiqdi, borib yana sotib ol. Bu hobbi va kolleksiya yig'ish niqobi ostidagi qonuniylashtirilgan lotereya.
Lekin eng oxiriga yetmadik. Kapitalistlar tushunishdi. Kazino mexanikasi bolalar va kattalarda shunaqangi zo'r ishlayotgan bo'lsa, nimaga uni hamma joyda qilib ko'rmaslik kerak? Marketplace'lar, Walmart, Ozon, AliExpress chegirma olish uchun omad g'ildiragini aylantiring. Kundalik bonusli sandiqlarni oching. Nimaga? Sababi siz u joyga ishga borgandek borishingiz kerak. Hatto tualet qog'ozini sotib olishingiz ham azartli kvestga aylanishi shart. Banking va investitsiyalar. Investitsiyani o'yinga aylantirayotgan ilovalar, aksiya olganingizda portlab, chaqnab chiqadigan grafikalar va konfettilar. Ular sizni jamg'armangizni riskka qo'yayotganingizda sedan chiqarishingiz, o'zingizni xuddi mobil o'yinda o'tirgandek his qilishingiz uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Hattoki AQShda shunaqa ilova bor. Kredit qarzlaringizni uzish lotereyaga aylantirilgan. Yutsangiz qarzlaringiz o'chiriladi, yutqizsangiz battarroq botqoqqa botasiz. Qarz xuddi kazinodagi fishka. Balansiz minusdami? Ruletka stavka qilib ko'ring. Yutsangiz qarzdan kechamiz. Xo'sh, yutqizsangizchi. Qarang, qanchalik vijdonsizlik. Michael Mossni "Tush, shakar, yog'" degan kitobi bor. Unda oziq-ovqat industriyasi gigantlari yillar davomida odamni o'ziga qaram qiladigan rohat nuqtasini ishlab chiqishgan. Bliss Point 3 ta mahsulotni ovqatga shunaqangi o'lchovda qo'shadiki, to'yganingizni bilmay qolasiz. Yorilib ketguncha yeyishdan to'xtamaysiz. Natija: butun dunyo semirib ketdi. Hammada diabet, yurak kasalligi, kompaniyalar milliardlar soqqa ishladi. Millat salomatligi xavf ostida. Do'kon peshtaxtalarga e'tibor bering. Hattoki 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarni ovqatiga ham atayin shakar qo'shyapti. Biza bugun internetda ko'rayotgan narsalar ongimiz uchun tuz, shakar va yog'dagi mahsulot. Qimor va o'yinlashtirish. Bular ham xuddi ovqatga qo'shiladigan ximikatlardek gap, faqat ular endi ovqatga emas, sizning hayotingizga qo'shilgan. Texnologik kompaniya va kazinolar ongingizni semirtirib sizni irodasiz qilib qo'yapti. Nondan tortib sousgacha hamma narsaga shakar qo'shilsa, siz ovqatni haqiqiy ta'mini ham sezmay qolasiz. Hamma ilovaga bankdan tortib bolalar o'yinigacha kazino kirib kelgan bo'lsa, erishgan yutuqlaringiz lazzati ham tatimaydi. Skinner korobkasida katta bo'lgan avlodni nima kutyapti? Birinchisi, irodaning butunlay o'lishi. Muvaffaqiyatli odamning eng katta yutug'i rohatni keyinga qoldirishi. Zo'r mutaxassis bo'lish uchun yillab o'qish, natijani ko'rish uchun oylab mashq qilish, muvaffaqiyatga erishaman deb bitta nuqtaga urish. Onlayn qimor bilan katta bo'lgan avlod jismonan buni qila olmaydi. Ularning miyasi uchun natija hozir shu joyda bo'lishi kerak. Agar knopkani bosganda 3 sekundda salyut otilmasa, bu ishdan to'lqi yo'q. Alal oqibat biza birinchi yiqilganda yo'q yerga yotib oladigan qimorboz millatga aylanamiz. Ikkinchisi, hissiy diabet. Tinimsiz dopamin xurujlari retseptorlarni kuydiradi. Bunaqa odam o'zini yaxshi sezish uchun kattaroq va kuchliroq stimul kerak bo'ladi. Oddiy hayot, tinchgina oilaviy baxt, kitob o'qish, bular zerikarli narsaga aylanadi. Bu odamlar doim depressiyada yashashadi, yangi stavka yoki yangi korobka ochish bilan o'zini davolamoqchi bo'lishadi. Uchinchisi, moliyaviy qullikni normaga aylanishi. Ular uchun qarz uyat emas, shunchaki o'yinni bir qismi xolos. Agar hayot kazino bo'lsa, kredit olish, kazino fishkalarini sotib olishdek gap. Biz hayotda hech qachon hech narsaga erishmaydigan avlodni ko'ryapmiz. Ular bankdan, kazinodan hayotini ijaraga olishadi. Bor buduni dopamin arqonidan uzilmaslikka tikib yorishadi. Oxiri yo'q qimor ichida katta bo'lgan avlod, har qanaqa zolim podshoh, katta korporatsiyalar uchun nog'orasiga o'ynaydigan qo'g'irchoqdir. Ko'rinishdan odamga o'xshaydi, lekin miyasi korobkada ovqat tugagan bo'lsa ham, uni tinmay tikadigan laboratoriya kalamushiga o'xshaydi. Biz esa buni ojizlik yoki axloqsizlik deyishga o'rganganmiz. Keling, adolatli bo'laylik.
ludomaniya, entropiyani bitta ko'rinishi, materiyani tashkil etilishidagi ijtimoiy darajada kuzatiladi. Yangi shaharlar qurish, yangi kimyoviy elementlar kashf qilish, Marsni qo'lga olish kerak bo'lgan energiya bugun raqamli stolga sarf qilinib, internet serverlarini istivyotdi. O'yin qoidalarini xitlab qolganlar uchun Lamborghiniga aylanyapti. Insoniyat shunaqangi darajaga yetdiki, o'zimizni biologiyamiz, tafakkurimiz uchun qamoqxonaga aylanadi. Teri va suyakdan bo'lgan tanamiz biz uchun qamoqxona, dopamin bo'lsa, shu qamoqxonaning nazoratchisi. Kremniy va algoritmlar dunyosida har bitta qadamimiz hisoblangan. Har bitta zaif tomonimizga shafqatsizlarcha ozor beradigan dunyoda siz g'alaba qila olmaysiz. Agar birovni maydonida o'ynayotgan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa imkoniyat yo'q. Hozir mana past, yoqimli ovozda Morvin loyihamiz shunchaki yana bitta kazino emas, balki dunyoni qutqarish mumkin bo'lgan olamshumul loyiha. Ayni shu so'zlar bilan boshingiz aylantirishimiz ham mumkin. Xo'sh, kimni aldayapmiz? Men ham xuddi sizdagi mahbusman, faqat salgina imtiyozim, statusim bor. Najot kutish, afsuski mas'uliyatdan qo'rqadigan odamlarning ishi. Qutqaruvchi kelmaydi. Siz erkinligingiz uchun faqat o'zingizning irodangizga, aqlingizga bog'liq. Mening loyiham bu arxitekturniy yechim. Qisqa qilib aytganda, aqlni charxlaydigan turnashor. Siz uchun, qimorbozlar uchun, o'yinchilar uchun, investorlar uchun, davlatni kattakonlari uchun namuna bo'lsin deb yaratilgan. Agar jamiyatimiz bu qaramlikdan qutula olmas ekan, unda bu qaramlik ilm-fanga sarflanadigan ahmoqlik solig'iga aylantirishimiz kerak. Bu kuchli matematika, hisob-kitoblar, zamonaviy texnologiyalar yordamida zaharni doriga aylantirish degani. Agar siz qimor o'yinlarini yaxshi ko'rsangiz, meni platformamda o'ynab, xohlasangiz, xohlamasangiz jamiyatga foyda keltirasiz. Tosh maydalaydigan o'g'liga aytgan ekan, o'zingga ko'mir yasab olma. Ularga diqqat bilan qara. Bugungi kunda sansig'inib yurgan o'sha ko'mirlar yangi gorizontlarni ochadigan, yoki sani buyuklikka undaydigan odamlar emas. Ular shunchaki sani ojiz nuqtalaringdan shustrlik qilib foydalanib yurgan odamlar. Sen tomosha qilayotgan blogerlar seni diqqating bilan savdo qiladi. Ularning vazifasi miyangdagi tanqidiy fikrlash qobiliyatini hech qachon ishlab ketmasligini ta'minlab turish. O'zingga ko'mir tanlayotganingda ancha hushyor bo'l. Bu shunchaki yaxshi ko'rish masalasi emas, ortidagi energiya almashish, shaxsiyat bo'lib o'sish masalasi. Jonajon blogerining muvaffaqiyati, auditoriyasini kambag'allashishi, miyasi aynishi, qarzga botish evaziga kelayotgan bo'lsa, unda sen ergashayotgan odam oddiy bitta tekinxo'r va parazit. O'zi ishongan ideal shaxslardan ko'yni qolishi esa odamni katta bo'layotganini ko'rsatadigan jarayon. Buni keyinga qoldirib yurma, hattoki mendan to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan qahramon qidirma. Qora skelet boshini kiyib olgan odam siz uchun ma'naviyat rahnamosi bo'la olmaydi. Men sizga o'qituvchi ham, qutqaruvchi ham emasman. Men tizimni peshonasidagi xatoman. Siz o'zingiz xohlab sekin yurib ketayotgan qop-qorong'ulik ichida eshitilayotgan anonim ovozman. Moriartiga o'xshashingiz keragi yo'q. Siz aldab bo'lmaydigan odamga aylanishingiz kerak. Sizni eng yaqin rostmana do'stingiz, voqealikni to'g'ri tahlil qilish qobiliyatingiz. Har doim qayerdadir chiroyli, jozibali davlatni ko'rganingizda o'zingizga bitta sovuq savolni bering. Xo'sh, banketni pulini kim to'layapti? Agar siz to'layotgan bo'lsangiz, demak katta ehtimol o'zingizni ovqat qilib dasturxonga tortishadi. Kimgadir xizmat qilish yoki inson bo'lib qolish. Tanlov doimgidek o'z qo'lingizda. Siz bilan professor Moriarti bo'ldi. Tez kunda yana ko'rishguncha.